Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz mərhum Abdulhakim Baqi İltəbir akimiz yazgan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi deb atalgan Rabia Qodir xonimning hayot kechirmishlari putilgan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda biz Rabia Qodir xonimning turmadan qutulib chiqqan yerlarini, dadasining g'uljidan Oltoyga berib, tijorat boshlagan yerlarini o'qib o'tgan edik. Әмді davamını qo'yamiz. Tasodifiy pishganlik. 1948-yili atiyazda Qodirjon cho'ngroq bir ish qilish uchun tavakkul qilib, 30 ga yaqin ishlamchi bolalarni oylik maosh bilan kelishib, taqqa ilib chiqib, oltinkan ichishga boshladi. Ular toki kuzgacha qozg'on bo'lsa-mu qerishqandek, ko'zigan mo'lcharlar xato chiqib oltin topolmadi. Qodirjon 30 kishiga bekorga maosh tarqitib pul to'shitolmadi. Betalayga suv kelsa, Alloh ko'din yor ketdi degandek, har yerdan kelayotgan mish-mish gaplar hamda ansiz xabarlar ishlamchilarning xotirjamligini buzdi. Ish tashlaydiganlar ko'payishga boshladi. Uning ustiga Oltoy shahri ichida hili bu tarafning, hili u tarafning askarlari so'qishib, xalqni to'zitib o'tkashga aholilar atrofga qochib, xaridorlar ozlab, do'konlarning kirimi yo'q deyarlik holga tushib qoldi. Qodirjon ochgan konda ishlayotgan yoshlarning hammasi Janubiy rayondan kelgan Uyg'ur dehqon bolalari bo'lg'achqa, oilalaridan ansirab yurtiga qaytish qaroriga kelib, Qodirjonga bisim ishiltib, isyon qilishga boshladi. Ular: "Qodirjon aka, bir yil yozish ishladik. Hech nim topolmadik. Onun ustiga Sharqiy Turkiston hukumatining boshliqlari Urumchidan qaytib ketibdi. Bu yerlarga mo yaqinda Go'mindan Xitoy askarlari bostirib keladi ekan. Oldingi haftada Amerikaning Urumchidagi konsuli Go'mindonni qo'llab, Baytikka ketdidak. Ishonmasangiz so'rab boqing. Biz yurtga ketmasak bo'lmaydi. Qanday bo'lmasin, qolgan ish haqimizni qo'limizga bering", dedi. Qodirjon vaqirab baqdi, tushundirib baqdi, yalvurib baqdi. Faqatla ahmadi. Ishlamchi bolalar Qodirjonni va eg'rayoq bo'lib oy kuni yiqilib qolganiga qaramay, ayoli Tojinsaxonni do'kon uylarini sitishga zo'rlab shaharga majburiy haydab mangdi. Hamma kishi chidir kapilarni chuvib, otlarga ortib yo'lga chiqdi. Oltoy shahriga 5-6 chaqirim yo'l qolganda tong otdi. Hammaylan to'xtab bomdod namoziga tutish qildi. Namozdan keyin imomatchilik qilgan Qodirjon duoga qo'l ko'tarib Allohga nido qildi. "Ey ulug' Parvardigorim, nima gunoh qilgan bo'lg'uydim? Buncha xo'rliq tatqili. O'zing qutqazg'uchisan. Oq ko'ngil bandalaringni o'z panohingda saqlag'aysan. Amin." Tuyuqsiz havo guldirdi, chaqmoq chaqdi. Yiroq-yiroqlardan guldirilgan akiz sadolar yangrashqa boshladi. Qodirjonning ikkinchi qizi yugurib kelib vaqirdi. "Dada! Dada! Opam bo'shandi!" Xosiyatlik bovoq. 1948-yili 11-oyning 14-kuni tong saharda Oltoy shahridan 5-6 chaqirim yiroqlikdagi tog' bag'rida bir Uyg'ur qizi dunyoga keldi. Yo'qsuzlik xijolati ichida insoniy g'ururi xo'rlanib, nima qilishni bilmay ichidan hasratlanayotgan Qodirjon dunyoga ko'z ochgan qizning xushalligida hamini unutdi. Yo'l bo'yi to'lg'oq azobidan va tug'ut vahimasidan qiynalib chiroyda qon qolmagan Tojinsaxon vaqtsiz bir chog' hamda qulaysiz bir paytda yangib qolgan uchun xijilchilik ichida o'ksib yig'layotganda, oshpaz ayolning qo'lidagi ingalab yig'layotgan farzandini ko'rib, yig'isini to'xtatib kulimsirashga boshladi. Tojinsaxonning bo'shanganligini anglagan ishlamchilar dastlab nima qilishni bilmay gangirab turib qolgan bo'lsa, bu vaqtning zil yig'a ovozini anglashi bilanla yurak bag'rilari bo'shab ketdi. Ular adovat o'chmanliklarini unutib, "Muborak bo'lsin Qodirjon ustam!" deb tovlashdi. Qapoqlari turilgan yoshlarning chiroyiga kulka yugurdi. Ular go'yo o'zlarining onasi yoki xotini yengigandek shodlik cho'mdi. Ishlamchi bolalar bu holda yo'lga chiqil bo'lmaydiganligini pamlab, darhol harakatlanib, chuvatgan chidirlarni qayta tikishga boshladi. O'tin terib kelib gulxon yoqdi. Choyga, tomoqqa tutish qildi. Bu vaqt xuddi xotirjamlikning elchisidek barcha ko'ngillardagi g'am, qayg'u, g'ashliklarni ko'tarib o'tdi.
Bu vaqt xuddi bayaşatçılıqlarning bisharatidek hamma kishini atdiganlik nashtaga yugurtib etdi. Bu vaqt xuddi bir omadning ishoratidek kutilmagan yerda, tasodifiy paytda, ammo bomdod namozdan keyin duo bilan dunyoga keldi. Bu vaqtning xosiyati choydan keyin ma'lum bo'ldi. Yoshlar tushma-tushdan harakatlanib kelib, go'sht, sabzi, yong'yu va piyozlar bilan o'xshitib qo'rdoq qildi. Sutlik choy tayyorladi. Ko'pchilik chimliqda bir dasturxon atrofida cho'rdishib, nashta qilishdi. Hammasi tunugundan beri yo'l mangan harg'inlikni, necha kundan beri yuz bergan ko'ngilsizliklarni va hatto atrofni qoplagan vaziyat vahimalarini unutib, xushxuy chaqchaqlashdi. Nashtadan keyin Qodirjon uzun shukriy duo qildi hamda o'rnidan dast turib, tug'utliq ayoli uchun tikilgan chidirning oldiga keldi. U ayolni yana bir mezgil dam olg'izib, ondan yo'lga chiqishni ko'ngliga pukdi. Dal shu paytda u saharda diqqat qilmagan bo'lsa-mu, yo'ruq tushgandan keyin ko'zga tashlanib turgan bola hamroyi va bir parcha uyul qonning chimliq ustida turganligini ko'rdi-da, darhol chidirning yonida turgan gurjakni qo'liga elib, qon va bola hamrohini ko'mivatmoqchi bo'lib, gurjakni dassab chimg'i pattirdi. Yerga bir g'erish kirgan gurjakdagi chimliq to'pini yonga og'dirgan Qodirjon birdilla ushtumtut vaqirvatdi. Allohim shukri sana, bu nima karomat? Yerda bir gurjak kepak oltin serilib chimg'i to'kildi. Qo'langan joyda sap-seriq kepak oltin paqirab turadi. Favqulodda talayli kishilarga kamdan-kam uchraydigan bu omad Qodirjonga yo'liqqan edi. Ishchilar vaqirishib, jaqirishib ishga kirishib ketdi. Chidir kapilar qaytadan tikildi. Shundoq qilib bular o'rindan qo'zg'almay bir necha kun besib ishlab, zamonlardan beri yig'ilib qolgan bir duva kepak oltinni ko'lab, tozalab, pok-pokiz yig'ib oldi. Aytishlarga qaraganda tasodifiy uchrab qolgan shu joydan Qodirjon 86 sar kepak oltin yig'ib olib, butun qarzlardan bir yo'li qutulgan ekan. Qodirjon bu xosiyatli qiziga shu qitimqi ta'lini udum qilib, Robiya deb ism qo'ydi. Robiyaning büshük to'yiga muboraklab kelgan ishlamchilarning har biri 40 suyiga bir chimdindan kepak oltin chashdi. Qodirjon Robiyaning xosiyati uchun mahalla masjidida mavlud o'tkazdi. Robiyaning beshidan qo'yildigan mavlud suyigimi yoshlar bir chimdimdan kepak oltin sepdi. Shunda qilib, bu xosiyatli buvoq oltin ustiga tug'ilib, oltin suyida yuyildi. Sabiy bolaliq. Qodirjon Robiya tug'ilgandan keyin asosan Oltay shahri ichidagi oila egiligini ching tutib yuksaldirdi. Ozoda va pokiz satrashxona yiniga rus doktorini taklif qilib tish tortadigan doktorxona ochdi. U har kuni sahardala naslli kollarni sog'dirib, sut qaymoqlarini oshxonaga ishiltatdi. Oshqonlarni qulum qo'shnilarga kirgizib beradi. Kimlarnidir oshxonaga kerakli ko'ktatlarni ilib kelishga buyurdi. Qo'ylarni so'yg'izatdi. Navoiyxonaga kerakli unni tortib kelish uchun tugmanga odam avitadi. Sal-pal quli bo'shig'anda kang tasha qilib silingan 5 eg'izliq osti-usti taxtayliq rus pasoni derizlik uyining orqasidagi boqqa chiqatida soni 40 ga yetib qolgan dangdar obsharkalarni o'yintatdi. U ba'zi kunlari sahardala obsharkalarni agashtirib ovga chiqib ketib, kechda orong qaytib keladi. Qodirjon har qitim hamrohlari bilan ovdan qaytganda Tojinsaxon bolalarini agashtirib eshik oldiga chiqadi. Har xil hunar kasblardagi ustalar va ishchilarmi o'lishib kelib, ovning o'ljilarini tomosha qiladi. Qodirjon ba'zida 2-3 jaran, ala quyruq, 4-5 tulka, bir muncha qirg'ovul, o'lalarni otga ortib keladi. Odat bo'yicha ovdan qaytgan kuni kechda uyga mehmon chaqiriladi. Hamma qo'shnilar ovdan kelgan go'shtlarga eg'iz tegadi. Qodirjon ba'zi juma kunlari namozdan keyin xotin bola chaqlarni harvoga o'ltirg'izib yayloqqa ilib ketadi. Balalar payansiz kang dalalarda qo'zlarni qo'g'lab o'ynaydi. Hammasi paqlan go'shi yeb, qimiz ichadi. Әмділа ayığı chiqqan Robiya 1-2 yutum qimiz ichib quloqlarigacha qip-qizil qizirib ketadi va molchi qozoqning ishiki oldidagi itning oldiga qo'rqmayla berib uning quloqlarini tortib o'ynab ketadi. Tojinsaxon qish kunlari iyiq terisini tikilgan kamchat yaqiliq uzun paltosini kiyib,
balalarına iyiq terisidan tikilgan oyoq hamda rostning bobruq paltolarini kiydirib, obsharka itlarni chanaga qetib, keng dalaga ilib chiqib, chanada teyilib o'ynaydi. Balalarning oyoqlariga rostlar yasagan apchil kichik chanqalarni tingib berib, qorda tiyildirib o'ynatdi. Yoz kunlarida bo'lsa, Ertis daryosining keng yeyilib oqadigan eqinida balalarni suvga cho'mildiratdi. Robiya beliga keladigan suzuk eqin suvni chachirtib, yugurib yurib, kepak oltin aralash qumlarni siqimlab ilib, yana suvga chichib o'ynashni yaxshi ko'ratdi. U ba'zida eqin suvda laylab kelgan belikidek yo'g'on beliqlarni tutib elib, beliq silkinganda tang dumilab, qo'yvatmay mahkam tutib oladi. Әтияз пәсілді Алтайның ішкі hindiki tağ bağrı acayip güzel mənzirini payda qılatdı. Yeşil vadilarda yava modengül, leyli qazaq, yava alma çiçigi qatarlıq, rəngdar gül çiçekler bırakla içilip ketətdi. Köp-gök asman, yap yeşil zimin, rəngdar güller qoşulup, təbiyyətning təsvirligisiz güzel rəngdar gilimini hasıl qılatdı. Kichkina Robiya bir kuni atdiganda uyg'onib o'rnidan turibla, deriza oldiga kelib tog' bag'ridagi rang-garang chechaklarni ko'rsatib, shu yerga boraman deb turib oldi. Apsi uning ko'nglini qiyolmay choydan keyin ochilari bilan billa ularni keng dalaga elib chiqdi. Qizlar bas-bas bilan modan gullarni terib, chiroyli guldastlarni yasab o'ynadi. Balalar yugurishib yurib, o'zining bo'yidan egiz gul giyohlarining, qoraylarning orasida ba'zida paydo bo'lib, ba'zida yo'qolib ketadi. Faqat gül şaxlarının şıldirlab midirlaşıdilla ballarının nədiligini bilib ağıl bulatdi. Tajinsaxan billa chiqqan qo'shnisi Ayvuxon bilan bir oz muңdishib paranga tushib ketib, 5-10 minut vaqtning o'tib ketganini tuymay qoldi. Bir chaqda beshini ko'tarib ballarning bakla uzab ketganligini ko'rdi-da, ularni chaqirib olmoqchi bo'lib tovladi. Bir chaqda Tajinsaxonning 2 balasi bilan Ayvuxonning 2 balasi yetib keldi. Әмділа 2 yaşını aşqan Robiya bolsa ko'rinmaydi. Ular hammasi ansirab tovlashdi. Atrofga qarab yugurishdi. Robiya hech yerda yo'q edi. Orada natijasiz o'tib ketgan 2-3 minut vaqt Tajinsaxonni bakla hodiqtirib qo'ydi. Ularni tog' bag'riga ilib kelgan Harvikesh bir ovoz chaqirma yiroqlikdagi yo'l bo'yida harvoyinida o'ltiratdi. Tajinsaxon Harvikeshga: "Robiyani topolmadik! Çopsan kelsizlar!" deb vaqirdi. Harvikesh ovozini anglabla yinida quliqini din qilib atrofga qarab turgan obsharka itni ishorat bilan haydidi va orqadilla o'zimi bu yoqqa qarab yugurishga boshladi. Obsharka o'qdak etilib kelib birdamla Tajinsaxonning qishida paydo bo'ldi. It uning ansiz chiroyidan va "Robiya, Robiya!" deb to'lg'an ovozdan nima ish bo'lganligini tushungandek, qolgan bolalarga bir qo'r ko'z yugurtib etib, tağ bağrını boylab uçqandek chepib ketdi. U uzun o'tmay birer chaqirim uzoqlikdagi yerda to'xtab osmonga qarab havshishga boshladi. Hamma shu tarafga qarab yugurdi. Aslida ochlarning kaynidan to'xtamay yugurib yerib qolgan Robiya shu yerda o'ltirib olgan edi. Orqadilla u xuddi uyida mukishmak o'ynab hech kim topolmaydigan yerlarga mukilib, chiqmay ochlarni qo'rqitgandek, bu yerdimi dastlab ochlarni qo'rqitmoqchi bo'lib jim yetib oldi. Keyin o'zimi sezmay tatliq uyquga ketib qolgan edi. Tajinsaxon yetib kelib uni ko'tarib quchog'iga olgandila, u uyg'onib atrofdagilarga qarab, nima bo'lganligini bilolmay hayron bo'lib qarabla qoldi. "Yuringlar, endi ketayli, bolalar charchab qoldi", dedi Tajinsaxon bolalarini yo'lga haydab. "To'xtang, appa, dadamga atab tergan gullarimni ilib olay", dedi kichkina Robiya opasining qo'lidan ajrab, gullik ichiga yugurib kirib, tayyorlagan bir quchoq modan gulni ko'tarib chiqib, "Bichora dadam bizni boqaman deb chiq ishlab bek herib ketdi." Uyga qaytganda Robiya dadasiga bir quchoq modan gulni berdi. Dadasi uning gulzorlikda degan so'zni anglab ko'ziga yosh oldi. Shuningdan e'tiboran Robiya har kuni atdiganda o'rnidan turib tog' bag'ridagi ashu gulzorlikni ko'rsatib, boraman deb turib oldigan va pat-pat berib o'ynab keldigan bo'ldi. Vahimali xabarlar. Altay shahri aholilari asosan oltin, mis, javhar konlarining xo'jayinlari bo'lgan Uyg'ur, Rus, O'zbek boylar, atrofdagi molchi qozoq chorvachilar va chegaralarda turgan Xitoy askarlarining boshliqlari,
əməldarları bo'lib, ulardan boshqa yana konlarda ishlaydigan, kepak oltin chayqaydigan ishlamchi Uyg'ur bolalardan iborat. Qodirjon garchi necha davlatda dong'i chiqqan boylardan bo'lmasimi, cho'rgiltiyotgan ishlari va ishiltiyotgan ishchilarining ko'pligi, shuningdek masjid silish, yo'l yasash, ko'rik silish degandek savobli ishlarda boshlamchi bo'lib, pul ishchi chiqarib ko'p hassa qo'shqanligi bilan shahar jamoatining ichida tezla yuz tepib, yurt oqsoqollarining qatoridan o'rin etishga boshlagan edi. 1949-yil kuzda Oltaydagi atoqliq Oltun, Yaqut kon xo'jayini, chorvador, yurt oqsoqollarining kattisi Munavvar boyning uyida choy bo'ldi. Mulla Islom Shangzung muhofizatchilari bilan kelib to'rdan o'rin oldi. Munavvar boy bütün Oltaydagi Uyg'ur kattalarini, olim o'limalar, amaldorlar, harbiy boshliqlar, cho'ng boylarning hammasini keng ozoda mehmonxonasiga dasturxon silib kutmoqda edi. Qodirjon vaqtida kelib mehmonlar orasidan o'rin oldi. Mehmondorchilik mashrab shaklida davom qilmoqda edi. Dastlab halva, rishola va atgan choy bilan issiq go'sht non tarqitildi. Orqadan yumshoq baqlan go'shida qilingan kavob kirdi. Nag'machilar dudlar, tambur, skripkalarda tankash qilib muqom padlaridan, ili naqshlardan tovlashdi. Orqadan qimis ishkash parang'i tushgan mo'yisbitlar Oltayning yaqinqi necha yillik parakandichiklari haqida qarashlarini bayon qilishdi. Og'aynilar, jahon tinjigan o'xshaydi deb yana tomoshamizni boshlayapmiz. Bilib qo'yinglar, qora bulutlarning shapisi amdi kelyotidi. Nima kunlarni ko'ramiz? Xudo o'zi biladi, deb asta so'z boshildi Munavvar boyning akisi Hofizboy o'ltirganlarga sinchilab qarab etib. Hamma odam Osmondan ansiraydi. Men Osmondan hech xavfsiramayman. O'ylab boqinglar. Osmon mushu 6 oylik. U gumundang bulangchilarini Oltaydan qo'g'lab, xalqni xotirjam qilish uchun urush qildi. Botur bo'lib tunildi. 45-yili 6-sentyabrda Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining armiyasi Oltayni ozod qildi. Bir oydan keyin Ahmad Efendi Oltayga kelganda, men uyimda choy berdim. To'ram choyda. Oltayning Boturi Osmon, Oltayda qurilgan hukumatning valisi Osmon bo'ladi, dedi. Degandek bir oydan keyin Osmon qaytib keldi. Valilik qildi. Lekin To'xtang aka, dedi Munavvar boy akisdek siyosatchi bo'lmasmi o'zining farazlarini yushirmay. Siz har doim Osmonni maqtaysiz. O'ylab boqing. Qachon Osmon shaharga kirdi, bulangchilik boshlandi. Qachon Osmon shahardan chiqdi, bulangchilik boshlandi. Yillab yiqqan yiliqlarimiz, sir kolalarimiz, qo'ylarimiz u yoqqa o'tib Osmonga, bu yoq o'tib hukumatga yem bo'ladi. Bakmu maqtab ketmang Osmonni, hammamiz bilamiz. Gomundanga qarshi urushgan Osmon 46-yil qishda bir o'rlibla Gomundang bilan birlashib oldi-ku. Gomundangning qurollarini ilib Oltayga hujum qilib bir oy parakandichilik paydo qildi-ku. Anglab turyapmiz aka. Bultir yozda Osmon Botur, Latif, Mo'minboy qatorliq 100 palvonlari bilan billa Gomundangning qo'mondoni So'ng Shilanning taklifi bilan Urumchiga berib, Shimigoga tushgan qipti. Bug'ra, Jonimxon, Solis, xodivonlar 10 kungacha ziyofat berib, "Yashasin Osmon" degan sadolar ichida uni mast qilib o'tibdi. Osmon shu qitim o'g'li Shirdimonni Xitoyning Nanjingdagi qurultiyiga avitibdi. Alanvongdan anglashimizcha, Osmon Urumchidagi Amerikaning bosh konsuli Pokiston hamda muavini Maknan bilan ko'rishib, Yaponga atgan atom bombasini berishni so'rabdi-dek. Yoshlarni Amerikaga o'qishga avitadigan bo'lib kelishibdi-dek. Mushu vafosiz o'ristongo Amerika degani men yaxshi jumo. Tarixni eslab baqili og'inlar, dedi Urumchi bilan Oltay orasida kepak oltin savdosi qildigan Abdulmajid boy so'zga aralashib. Men Urumchidagi vaqtimda Turkiyada o'qib kelgan katta ziyoli Qurbon Xudoy bilan do'st bo'lib ko'p sirdoshdim. Jiq narsalarni o'rgandim. Bir bütün Turkistonni Chorvasiya besivilib, bo'lib, parchalab, ikki qilib qo'ydi. Biz shuning bilan Sharqiy Turkiston bo'lib qoldik.
Stalinmi qolganini bilib 7-8 parcha qilib etdi. Mana endi qaranglar. Törenni ilib ketibdi-dek. Ata ügün biznimi satıdı bu oruslar. Qarab turinglar. To'g'ri deysan, dedi Hafizbay ovozini yuqori ko'tarib. Mana Sharqiy Turkiston hukumati, armiyasi orusning qildi bo'lg'ashqa, 6 oydimi oruslar zo'rliq qilg'il turdi. Törenning o'zi bilan ko'rishmagan bo'lsa-mu, so'zini anglab qoyil bo'lgan Osmon shu oruslarning dastidan 6 oyni tashlab taqqa chiqib ketdi emasmi? Seriq it, qora it, hammasi g'aljir it. Deptudek, Ürümchidagi Damulla Abdulaziz Mahsum uyda Ahmad apandi bilan ko'rishganda, dedi bir yung teri sodagiri orag'a so'z qistirib. Mehmonlarning qo'liga suv berildi. Mulozimatchi yoshlar ko'p-ko'k ranglik o'rus tovoqlarida tay go'shida qilingan narin oshni ko'tarib kirib, mehmonlarning oldiga qo'yishdi. Hamma kishi adab bilan Hafizbayning taomga eg'iz tegishini kutib takkallub qilishdi. Hafizbay xo'sh deb mullamga takkallub qildi. Mehmonlar lazzatlik narindan keyin yangi damlangan choylarni ishkash yana parangga tushdi. Qavanning yo'g'ini amdi kelyotidi xaloyiq, dedi Peterburgda do'kon ochgan Silimboy so'zi kam qiziqarli qilib so'z boshlab. Oldin qabdida Stalinning Pradasida bir xabar o'qib qoldim. Stalinning Xitoydagi shogirdi mavzuning degini Lanjoni ishg'ol qilgan Pingdixoy degan qo'mondoniga to'xtamay olg'a ilgirlanglar. Armiyamiz Urumchini ishg'ol qilsin deb buyruq beribdi. Hey, kommunist degan kamnimus demadimmi? Stalin hammani sotadi. Toshkent, Bishkek, Olma-Otalardagi qarindoshlarimiz nima kunlarni ko'rgan bo'lsa, endi bizningmi shularda ko'rdiqimiz bor o'xshaydi. Bu Xitoy kommunistlari yalangtoshlarni yo'laymish. Boyning milini, yerini bo'laymish deydi rostmi? Gomindang deginimi, Gongsandang deginimi baribir bir Xitoy. Yeyman, ichiman, bo'layman, talayman deb kelmasa, ne bor xalqning yurtida? Stalin bo'lganda bu yerga qochgan to'q. Endi bu haq kelsa, kim qocharmiz? Dedi bir O'zbekboy zo'rg'a kulib. Sen bilan bizg'u idishqa qochilab ko'mib qo'yib qocharmiz. Xudo buyurgan yerlarga. Mau Qodirjon do'konlari bilan 40 obsharkisini nagam yig'ishtirar. Mening bishim qaytyotidi. Kimdir birining chaqchig'i bilan Qodirjon o'z ichida ansirab qoldi. Nag'malar, bazmlar uning quloqiga kirmadi. Nemishqidir uning ichidan qo'rqinchliq va vahimalik bir tuyg'u teshig'a tepishga boshladi. G'am yemas yurt oqsoqollarining kulki chaqchaqlari bilan oyoqlashgan bu ma'raka Qodirjon uchun ko'ngillik boshlangan bo'lsa-mu, oxirida ansizchilik bilan oxirlashdi. Qodirjonning sheriki 1950-yilning atiyaz fasligacha ansiz xabarlar bilan xotirjam kunlar orlashib o'taverdi. El ichida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati ruslar bilan do'st, Xitoy kommunistlari Stalin bilan yaqin, har holda qirg'inchilik bo'lmas degan qiyoslar asosiy iqimga aylandi. Chunki Urumchiga kelgan Xitoy armiyasining qo'mondoni Wang Jin G'uljiga borganida cho'ng yig'ilishda xalq olam oldida biz gumondan qoldiq kuchlarni talto'kis tozlab bo'lib, bir necha yil ichida qaytib ketimiz, debdi-dek. Uning so'zi Sharqiy Turkiston hukumatining gazetlariga mo bisilganmish. Qodirjonning oy kunlari o'xshash o'taverdi. Uzun o'tmay kommunist Xitoyning askarlari Oltoyga keldi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining pirashkilik shapka, pagulliq palto, gilab shim va qora o'tik kiygan qop-qora burutliq hayvatlik askarlari Oltoy aholilarini boshlab chiqib, ko'cha eg'izda ularni kutib oldi. Üstü bir zit bilan yepilgan 10 necha o'rus avtomobilda qisilishib o'tirgan kommunist askarlarining beshidagi quliqi sanglab turgan lata quloqchisi, o'ngib rengi qolmagan sarg'osh paxtaliq chapallari, shuningdek pochaqlarda sanglab turgan paytimlari qo'shilib, ularni gumindang cheriklaridimi abga ko'rsatdi. Cumhuriyet armiyasining ofitser soldatlari meyiqida kulishib ularni zangli qilishatdi. Hükümet əməldari bo'lib tayinlangan Xitoylarmı, askarlarmı haqiqatan yavaş ko'rinatdi.
Ular ko'chalarga oz chiqatdi. Aholilar bilan do'qurishib qolsa, bekardilla hijib yo'l bo'shatdi. Boshlarini to'xtamay lingshitatdi. Keyincha kishilar ularning idora qo'rovlarida, maktab maydonlarida qor tozalayotganligini uchratdi. Havo isishga boshlaganda bo'lsa, Xitoy askarlari kollektiv holda yo'l yasashga boshladi. Qodirjon bir kuni choyda o'tirib xotini Tojinsaxonga qarab, "Kelmasda ajabmi qo'rqitgan edi bu nimalarning hayvisi. Qaraganda bekla avorg'u bular. Ancha qo'rqib ketmasakmi bo'lg'idek", dedi. "Bizning muallim kötek haruda aldırmay toşqan alıdığan Xitaylar keldi deydi dada. Her halda diqqat qilayli", dedi Qodirjonning so'zini anglab turgan cho'ng qizi gapga aralashib. Rabiya 4 yoshga kirgan yili Milliy armiyaning jangchilari ozlab, Xitoy askarlari ko'payib ketdi. İdoralardimi kona harbiy kiyim kiyib olgan, yeniga tapancha esib olgan Xitoy amaldorlari jixlab ketdi. Shu kunlarda Gomindangning aksiyatchi amaldori, Gomindangning ishpiyoni, Amerika jasuslari bilan ko'rishgan, qon qarzi bor zo'migar, aksiyatchi chorvador, Osman banditning quyruqchisi degandek har xil nomlar bilan yurt oqsoqollari, boylar, dindor o'limalar qo'lga elinishga boshladi. Ularga "Hay" deydigan odam chiqmadi. 1951-yili 5-oyning 2-kuni Xitoy askarlari qo'mondoni Wang Jinning buyrug'i bilan Osman Baturni Urumchida etib tashladi. Shuning bilan billa Uyg'urlarning atoqliq ziyolilaridan Qurbon Xudoy, Chingiz Damullamdek bir muncha kishini o'limga buyurdi. Xitoy amaldorlari va harbiylar 6 oyda 5-10 kunda bir dugidek xalqni kichik maydonga yig'ib, birsini bog'lab ilib kelib, bir nimalarni deb tovlab, tog' bag'riga opirib etib tashlaydi. Texmo ajabnarligi Xitoylar bu hukmlarni o'qiganda Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining Uyg'ur qozoq amaldorlari, ofitser jangchilari yanida o'ngib totirib qarab turadi. Hech kim hech nim deyolmaydi. Uyg'ur askarlarining oy yulduzliq Kagar pagullarimi Xitoylarninkiga almashtirib etilgan edi. Qo'rqinch, vahima amda boshlandi. Ana shundoq vahim qoplagan kunlarning birida Qodirjonning ishxonasiga askarcha kiyingan bir Xitoy kelib, nohiyalik hukumat sud san'at boshqarma boshlig'i Jangning uni chaqirganligini uqtirdi. Qodirjonni surbisishga boshladi. Bir muncha kishilar ana shundoq shaklda chaqirtilib yo'qolib ketgan. Turmlarga sulangan yoki o'limga hukm qilingan edi. Qodirjon ishida Oytal kursini o'qib, Soda san'at boshqarmasi degan taxta esilgan ishxonaga kirganda, udulga qo'yilgan shira oldida tamokisini po'qirtib chekib, gazet o'qiyotgan bir Xitoyni ko'rdi. Bir putini o'zi o'ltirgan o'rindiqqa tizlab qo'yib olib, ishtinning pushqig'ini turib qo'yib, pochiqini tatilab o'tirgan bu Xitoy ilgari bir qancha qitim do'kon tarafga kimlarnidir boshlab borgan. Qodirjon bilan tanishgan kishi edi. Shunga Qodirjon bekmi huduqib ketmadi. "Laylay, kojingli", dedi u Xitoy hijib o'rnidan turib va Qodirjonga darhol qog'ozni tanglab. "Tamoq cheking, qani o'ltiring." Qodirjon chiroyidan shumliq yig'ib turgan bu Xitoyning kulkisiga parvo qilmay, o'rindiqqa o'ltirib olib, uningga tikildi va o'ylanib qoldi. "Ajiba, bu Qodirjon deyolmay, kojingli dedimi nima? Yo'q. Jingli degini hukumat shirkatlarining amaldorining etig'i deyman. Apla. Bularning amdi mening do'konlarimga ko'z tushibdi-da." Amaldor Xitoy Qodirjonga "Men Xitoycha bilmayman" deginiga qo'ymay, "Sen bilasan, tushunsan" deb ichida bo'lsa, "Bilsang bilmasang baribir" degandek nazar bilan yolg'on kulib turib, partiyasining, armiyasining siyosatlarini, Xitoyning, Tibetning va bu yerning vaziyatlarini uzoq tushundirdi. Zo'migarlarni bostirish, aksi inqilobchilarni yo'qotish degandek po'poza gaplarni bir muncha qilgandan keyin oxirida daftarini ochdi va sinchilab bir qo'r qarab etib, "Qodirjon, sening ishlayotgan 27 odaming, 4 eg'iz do'koning, tugmaning va yayloqdagi o'tloq yering bugundan e'tiboran Oltay shaharlik yemak-ichmak mulozimat shirkati qilib o'zgartirildi. Shirkatning xarakteri hukumat bilan xususiylashtirishchilikdagi shirkat bo'ladi.
Altay Soda Sanat İdarəsi partkomi seni cəngli qılıb təyinledi. Seni təbrikləyman, dedi muğambirlərcə külüb qolunu sozub. Qadircan zo'riga qo'l ilishib ko'rishdi-yu, hökumətning yerlik baylarning mal mülkini mushi xil shaklda tartib oldiganligini Urumchidan kelgan savdogarlardan anglaganligi uchun bek hayron qolmadi. Chunki uning oldida hökumət yoki hökumət hisobida qarab turgan bu Xitoy Qadirjon, sen qo'lga ilinding debla uni so'ltib etib, hamma narsasini tartib olsa-mu hech nima deyolmaydi. Elçisini boshlab Monchida pul yig'idan ishqa bir Xitoy tatay o'rinlashtirildi. Atrofdagi Xitoy askarlarining birining xotini bo'lgan bu tatay, garchi xat bilmasmi, o'z ko'tirib kelgan talonlarining bo'sh yeriga pulning sonini jijilab yezishni bilatdi. Qadirjon gap qilmagandan keyin oshxonaga yana bir tatay keldi. Umu tomoq pulini yig'atdi. Navoiyxonning kundalik kirimini uningga topshirish uqtirildi. Kundalik tapovatni tataylar Udul bankiga ilib ketdi. Qadirjon bir hisobda har kuni kassini sanaydigan mushkul ishdan qutulgandek bo'ldi. Bir oydan keyin tataylar Qodir Jingliga oylik maoshini akirib topshirib, qo'l qo'yg'izib chiqib ketdi. Qadirjon qo'lidagi 87 yuan pulga qarab, nima deyishni bilmay dong qetib turib qoldi. Bu bir oylik maosh uning do'konlaridan bir kunda kiradigan pulning 10dan biriga yetmaydi. Mening edi, sening bo'ldi, so'rvedim, do'ra bo'ldi. degan gap mushkanda deb o'yladi Qodirjon ichida. Shunda qilib Qodirjon xotini, 6 bolasi va 40 itidan boshqa barliq taalluqotiga Gongsandan otliq bir sherik tepib oldi. Bugun o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.